yo'nalishda seminar mashg'uloti yozdingiz. Reja, 3 ta reja asosida mavzuyimizni ko'rib chiqamiz. Rejani yozamiz. Nima uchun book trailer? Book trailer o'zi nima degan? Biz mavzu mashg'ulotimizda ham book trailer nima ekanligi haqida gaplashib o'tdik. Book trailer o'zi nima edi? Kitob taqdimoti. Book trailer ta'lim texnologiyasi bu o'sha ma'lum bir asar yuzasidan qilinadigan bir podkast, ya'ni o'sha kitobni nima uchun o'qish kerak, o'shanga qiziqish uyg'otish uchun bir ko'rgazmali material sifatida qo'llanadi. Asosida ta'limda book trailerning samarali sifati, masalan, bolalar, boshqa bolalar masalan kitobni shundoq ko'rganda qiziqmaydi, uni shu kitob borasida ozgina bo'lsa ham tushuncha berib, bolalarni ko'proq kitob o'qishga jalb qilish, ya'ni dars jarayonini ham to'liq samarali qilib o'tkazish, undan tashqari kitobxonlikni rivojlantirish. Rahmat. Bugungi book trailer mavzusini o'qitishda ilm va zakovat mavzusini o'qishi book trailer ta'lim texnologiyasidan qanday foydalanamiz? Ya'ni o'sha o'quvchilarda ilmli, zakovatli bo'lishda biz bo'lajak o'qituvchi sifatida sizning ham hissangiz katta bo'ladi. O'shaning uchun biz har bitta mavzu, bu 8-sinfda bu mavzuyimiz bor. 8-sinfda ilm va zakovat degan mavzusi bor. Shu mavzuni biz qanday tashkil qilamiz? O'quvchilarni ilmli, zakovatli qilish uchun nima ishlarni amalga oshiramiz? Shu bo'yicha biz shu book trailer texnologiyasidan foydalangan holatda darslar tashkil qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, topshiriqlar avvaldan berilgan, uyga vazifa sifatida berildi. Har bitta guruh, har bitta jamoa o'zining berilgan topshirig'i bo'yicha vazifalar bajarilgan, to'g'rimi? Xo'p, birinchi topshirig'imiz nima edi? Birinchi topshiriq. Xo'p, referat. Kim referat sifatida taqdimot qilish kerak edi, to'g'rimi? Mavzu. Tayyorlaysizmi? O'quv materialining mazmunini 1-3 daqiqalik audio yoki video orqali yetkazuvchi innovatsion pedagogik vosita bu book trailer hisoblanadi. Biz o'quvchilarga shu Nurdunyoz aytdi, Jadulayev aytgandek, o'quvchilarga kitob yoki o'quv materiali mazmunini qisqacha video yoki audio orqali qiziqarli bo'lish uchun tashkil qilish uchun book trailer ta'lim texnologiyasidan foydalanamiz. Xo'p, savollarga o'tamiz. Bundan tashqari bu referat edi. Referatni misol uchun keyin har bitta o'quvchi yoki har bitta individual topshirish uchun referat sifatida olib kelishingiz kerak edi. Olib kelasiz. Birinchi savolimiz book trailer va oddiy video taqdimot farqi nimada? Savollarga javob beramiz. Book trailer hamda oddiy videoning taqdimoti farqi nimada? Ansorufdan chiqamiz. Book trailer odatda yozma ko'rinishda aniq bir kitobni qanaqa tahlil qilish yoki nima haqdaligini o'quvchilarga shunchaki o'qib berishimiz mumkin. Agar oddiy videoda bo'lsak, o'quvchilarning kitobga bo'lgan qiziqishini uyg'otamiz. Kitob haqida to'liqroq ma'lumot beramiz va kitob qahramonlari haqida ham qisqa videoda to'xtalib o'tsak, o'quvchilar qiziqadi, ya'ni shu kitobga qiziqish jarayoni ortadi. Xo'p, rahmat. Oddiy video bilan book trailer farqi, ya'ni book trailer farqi, ya'ni oddiy bir kitobni obzor qilib berish, undagi ya'ni tushuntirib berishning undagi kirish qismi, unda rejasi, asosiy qismi, undagi asosiy mavzu kelib chiqadi. Oddiy video asosida esa oddiy video, ya'ni asosan ko'rgazmali vizual ko'rinishda bo'ladi. Bu vizual ko'rinish orqali videodagi qanaqangi pedagogik o'zgarishlar qo'yilayotganligi va qanaqangi samarali foyda berayotganligi ochib beriladi. Kitob esa ya'ni kirish qismi, o'sha umuman muqaddima qismi shunaqa narsa bo'lsa, keyin kitobni deylik o'zini mavzulari bo'lsa, videoda esa oddiy vizual tarzda ko'rib ifoda etiladi. Keyingisi ikkinchi savolimiz. Qaysi yoshdagi o'quvchilar uchun samaraliroq deb o'ylaysiz? Xo'p, qarangiz. Book trailerlarni 7-8-9 sinf, ya'ni 13-14-15 yosh oralig'idagi o'quvchilarga qilsa juda ham foydali bo'ladi, chunki o'sha vaqtda o'quvchilar qiziquvchan bo'ladi. Asosan book trailerni ham maqsadi o'quvchilarni targ'ibot qilish, har xil mavzuda bo'lishi mumkin. Faqat kitob haqida emas, boshqa mavzularni ham book trailer orqali ifodalab berish mumkin. Trailer masalan qaysi yoshda, masalan men o'zim shaxsan 10 yoshdan tepalar uchun ham qo'llagan bo'lardim, chunki ularga masalan yoshiga mos ko'proq ertakli kitoblar, ya'ni nima deydi, qandaydir hikoyalar, shunaqa mavzu ibratli hikoyalar bilan ularni qiziqtirib tanishsa, yanada
tarbiya olishiga yanada ko'proq yordam beradi deb o'ylayman. Undan tashqari 10 yoshdan kattalar uchun ko'proq qo'llasak bo'ladi, lekin ularni kichkina sinfda ular qo'llamay qo'ysak bu xato bo'ladi deb o'ylayman, chunki yoshiga mos adabiyotlar, har xil kitoblar to'planmasini taqdim qilsak samaraliroq bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat. Xo'p, keyingi savol Abbos. Keyin biz ham qo'shimcha qilmoqchi edik. Biz shunday hisobladikki, bu metodikani nafaqat o'sha o'smir yoshda, balki o'sha talabalarga ham tavsiya qilsa bo'ladi. Nima uchun? Buni sababi o'sha ilmiy izlanish olib borayotgan yoki bir o'zini sohasi bo'yicha qandaydir bir yangilik qilmoqchi bo'lgan shunaqa talabalar o'zini sohasiga umuman bir zid bo'lib qolgan asarni tanlab qo'yish mumkin-da. Misol uchun qanaqadir fikrlar olish uchun agar kitob mutolaa qilmoqchi bo'lsa, agar bu treyler metodikasidan foydalanib o'ziga kerakli bo'lgan bironta bir kerakli asarni tanlab olishi mumkin o'sha haqida ma'lumot olgan holda. Buni talabalarga ham tavsiya qilsa bo'ladi deb hisobladik biz. Biz endi asosan maktab o'quvchilarini nazarda tutganimiz uchun maktab o'quvchilari uchun qaysi yoshdagi o'quvchilar uchun mos deganimizda, xo'p, biz aytdik 10 yoshdan boshlab tavsiya qilsak bo'ladi deb o'ylaymiz. Rahmat. Keyingi savolimiz ilm va zakovat mavzusida qaysi adabiyot mos? Ilm va zakovat mavzusiga qaysi adabiyotni? Masalan, ilm va zakovat mavzusi 8-sinfda qo'l tarbiya kitobimizda. Xo'p, bu shu tarbiya kitobidagi ilm va zakovat mavzusiga qaysi adabiyotlardan foydalaning deb berasiz o'quvchiga? Kitob tavsiyasi o'qish uchun kitobni qaysi o'quvchini Alisher Navoiyning Hayratul Abror dostonida ilm va odob bobida shu ilm va zakot haqida ma'lumot bergan. Marhamat, 8-sinf uchun mos bo'lgan savdogarlar ustozi kitobini ham tavsiya qilsa bo'ladi. Ham kichkina, ham ikkita qismli. Birinchi qismi ham, ikkinchi qismi ham o'quvchiga mos qilib yozilgan. Ikkalasi ham shu kichkina yoshdagi yoki 8-sinf, 5-sinflar o'qitsa bo'ladi. Hamma shu ilm zakovatga, chunki u yerda qahramonni matematika bo'yicha yoki bo'lmasa savdo ishlari bo'yicha juda ham aqlli, mahoratliligi chiroyli qilib boyitilgan. Qanaqa qilib pul topish yoki bo'lmasa nimadan boshlashini chiroyli qilib aytib bergan. O'shani tavsiya qilsa bo'ladi. Rahmat. Yana qo'shimcha qilamiz. Biz o'sha endi ta'til paytida o'qish uchun tavsiya qilgan bo'lar ijtimoiy odoblar asarini Shayx Muhammad Sodiq Muhammadovni. Nima uchun? Chunki bu yoshda o'sha tasavvur ancha yaxshi shakllangan bo'ladi, o'zlashtirish ancha yaxshi bo'ladi. O'sha barcha inson hayot davomida kerakli bo'lgan odob, axloq qoidalarini o'sha yoshdanoq singdirish yaxshiroq deb hisobladik. Xo'p, rahmat. Rahmat. Yo'ldoshlar. Menimcha Sadriddin Ayniyning eski maktab hamda Mahmud Xo'ja Behbudiyni Padarkush dramasini ham o'qish tavsiya qilsa bo'ladi, chunki ikkalasida ham ilm, axloq haqida fikr boradi. Masalan, Behbudiyning Padarkush dramasida ilmsizlik oqibatida jaholat kelib chiqishi, hattoki farzand o'sha ilmsiz bo'lgani sababli otasiga ham pichoq ko'tarishi yoki bo'lmasam Sadriddin Ayniyning eski maktabida faqatgina eski tuzum orqali o'qitilsa, o'quvchilar faqatgina to'tiqushday bo'lib sayrashi va boshqa ma'lumotlarga ega bo'lmasligi tasvirlangan. Ikkalasini ham o'qishi o'quvchilar o'sha ilmli bo'lishiga rag'batlantiradi degan bo'ladi. Rahmat. Xo'p. Endi bundan tashqari bu treyler texnologiyasini yaratishda yoki bu treyler ta'lim texnologiyasidan foydalanishda qanday texnik vositalardan foydalanishingiz mumkin? Masalan, o'zimiz bu treyler texnologiyasidan foydalandik. Bu treyler yaratdik, to'g'rimi? Xo'p. Kim? Mansur. Elektron doskalar yoki elektron televizorlardan foydalansak bo'ladi, videorolik sifatida. Keyin bizlar animatsiyalar yoki har xil ko'rgazmali qurollar, mana bu kliplar orqali ham o'quvchilarga yetkazib berishimiz mumkin. Bu ya'ni adabiyot qanchalik qiziqarli, u kitob qanchalik qiziqarliligini o'quvchilarga yetkazib berish. Rahmat. Yana qanday? Bundan tashqari masalan o'zimiz asosan qo'lda chizgan har xil plakatlar bo'lishi mumkin, chunki qo'lda chizilgan plakat afishaga qaraganda ko'proq qiziqroq bo'ladi o'quvchilar uchun. Bundan tashqari taqdimot qilsak, masalan videorolikka taqdimot qilsak, oddiy shunaqa taqdimotdan foydalansak, yozma ravishda u ham samaraliroq bo'ladi. Xo'p, rahmat. Yana qo'shimcha qilamiz.
Bu yerda yosh bolalarga ya'ni teatr ko'rinishida ham ko'rsatib berishimiz mumkin. Adabiyotlarda qanday jarayon bo'lishini bolalarni qiziqtirish uchun shu texnikadan ham foydalansak bo'ladi. Hop, Xolmurodlar, bormi birorta? Sizda qo'shimcha? Yo'q. Yana kimda bor qo'shimcha? Misol uchun o'sha kitobni o'zini olib kelib o'quvchilariga ko'rsatib, undan keyin nima deydi, ma'lumotlarni xuddi shu plakatlar orqali chizib, namoyon qilib ko'rsatib bersa, yana aniqroq bo'ladi. Qaysi kitobni, qaysi magazindan olishini, o'sha elektron saytlarini ham ko'rsatib bersa, topib olib o'qish oson bo'ladi. Misol uchun bu kitob qanday ko'rinishda ekanligini bilib olish uchun ham o'sha kitobni olib kelib ko'rsatish yana ham samaraliroq deb o'ylaymiz. Hop, bundan tashqari biz shu ekranda ko'rib turibsiz, ssenariy va strukturat, ya'ni o'sha loyihalash uchun bu treyler strukturasi ko'rsatilgan. Bunda biz shu struktura asosida siz yaratgan bu treylerlaringiz bor, to'g'rimi? Canva, CapCut dasturidan yoki bo'lmasa Adobe Express, Filmora va PowerPointlardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Tavsiya etilgan dasturlar shular. Platformalarda ko'rsatilgan afzalligi, narxigacha ko'rsatib qo'yilgan. Bu bo'yicha biz Canva bilan ishlashda nimalarga e'tibor berishimiz kerak yoki bo'lmasa qanday ishni amalga oshirishimiz kerak. CapCutda ham masalan o'sha berilgan asarni nima qilamiz? Videosini yaratishimiz mumkin bo'ladi. Bu bo'yicha biz amaliy topshiriqlarimizni shu 6 ta bosqichdan iborat deb oldik. Birinchisi biz savol javob, ya'ni bilik so'roq orqali, keyingisi ya'ni o'sha kadrma-kadr loyiha, ya'ni 8 ta kadr asosida, keyingisi bu treyler yaratish, ya'ni guruhli ish berdim sizga, to'g'rimi? O'sha asosda guruhli bu treyler yaratishingiz kerak edi. Keyingisi dars rejasiga integratsiya, ya'ni darsning texnologik xaritasi. Biz shu qanday dars o'tamiz yoki bo'lmasa darsni qanday tashkil qilishimiz haqida har bitta darsimiz uchun o'zini texnologik xaritasi bor. Biz texnologik xarita tuzishni bilamiz. O'sha asosda texnologik xarita tuzishingiz kerak edi. Keyingisi bu ya'ni tengdoshlar aro baholash, ya'ni individual peer review degan metod asosida biz o'quvchilar bir-birimizni o'zimiz o'zaro baholash, ya'ni qaysi guruh qanday yoki bo'lmasa qaysi o'rtog'imiz qanday qatnashdi, tashkil qilinishida, savol-javoblarda hamma o'zini qanday ko'rinishda qatnashgani haqida, misol uchun biz o'zaro guruh aro kelishib ham baholashimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi oxirgisi bu mini loyiha, ya'ni bu treyler kutubxonasi. Kim masalan bu treyler kutubxonasini yaratdi? Ya'ni bu bonusli ball hisoblanadi. Agar kimdir qo'shimcha sifatida shu 6-topshiriqda mini loyiha guruh asosida o'zi mini loyiha sifatida kutubxona nima ekan, bu treyler kutubxonasini yaratgan bo'lsa, o'sha asosda biz nima qilamiz? O'sha guruhni qo'shimcha ma'lumot beramiz. Bundan tashqari o'sha guruhning bonus ballga ega bo'lishini bilamiz. kelganda uzum olib kelganida bir necha marotaba nodon uzum olib Tashmang. Bizlar bugungi mavzumiz storyboardda 4-guruh bilan birgalikda ishladik. Bunda Alpomish o'zbek xalq dostoni, jasorat va vatanparvarlik. Biz Alpomish xalq dostoni olganimiz sababi bu hamma kichkina katta so'zlar hammasiga tushib ketaveradi. Ko'proq vatanimiz tarix, ya'ni mardlik, jasoratlik, vatanga bo'lgan sevgi, mehr, muhabbat hammasi keng yoritib o'tilgan daston hisoblanadi. Alpomish o'zbek xalq dostoni jasorat va vatanparvarlikdir. Umumiy davomiyligi 65 sekund. Maqsadi o'quvchilarda jasorat, vatanparvarlik, sadoqat va qahramonlik tuyg'ularini uyg'otish. Maqsadli auditoriya, ya'ni 5-9 sinf o'quvchilari uchun. Masalan, buni o'zimiz video qilib ishlasak, Uyga vazifa 9-sinf tarbiya fan o'qitish uslubiyoti, o'sha mavzular bo'yicha mavzular tahlili bo'ladi har doimgidek. 9-sinfdagi kitobdagi, darslikdagi o'sha mavzuni har bittasiga har bittamiz bittadan mavzu olib, o'zimiz tayyorlanib kelamiz. Tushundingizmi? Mavzu asosida darsni qanday tashkil qilamiz? O'sha asosda dars ishlanmasi, texnologik xaritasi, qanday metodlardan foydalanishingiz haqida yozib kelasiz. E'tiboringlar uchun rahmat.